Mana shunaqa kreslolarda o'tiradigan haqiqiy biznesmenlarimiz uchun to'liq tayyor holatdagi ofisimiz o'zini 600 metr kvadratli zakrit pomesheniyasi bilan birga ijaraga berilyapti. Manzili Ekobozor oldidagi jarima maydonchasini kiraverish qismida bu ofisimizda maza qilib yashasalaringiz ham bo'ladi, chunki ichida o'zini sanuzul xonalari ham tashkil etib qo'yilgan bo'lib, yumshoq mebel, televizor, konditsioner, Wi-Fi, даже kostyum buduklaringizni ilib qo'yish uchun prixoshkalargacha tashkil etib qo'yilgan. Maxsus hamkorlaringiz, biznes hamkorlaringiz kelganda biznes strechalarni yoki konferensiyalarni o'tkazish uchun o'zini maxsus zallariga ham ega va sizlar uchun xizmat qiladigan kofe olib kiradiganlar bo'ladi-ku, nima deydi, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. O'shanoqalar uchun ham alohida o'zini joylari tashkil etib qo'yilgan ekan. Skladimizning oldiga temir yo'l kelgan bo'lib, har qanday turdagi vagon bilan keladigan mahsulotlarni ham qabul qilib olishlaringiz mumkin va qo'shimchasiga maxsus kava, ya'ni o'sha yuklarni ko'taradigan mashinalar ham mavjud. Maydoniga to'xtaladigan bo'lsak, eniga 26, uzunasiga 25 metrni tashkil etadi zakrit pomesheniyamiz va mana shu bonuslarga ofislarni qo'shib beradilar. Umuman olganda biznesmenlar uchun zo'r imkoniyat, narxini ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz deyaptilar. Sizlarni katta bizneslaringiz bo'lsa agar, sklad kerak bo'lsa agar, mana shu qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar va pastdagi egasini raqamlariga aloqaga chiqinglar.